Yana o'sha ABG kanali va bugungi videomiz Minecraft va Minecraftda, ya'ni bugungi virtual olamga sayohatimiz Minecraft olami va bugun biz Minecraftda qanday ish qilamiz? Biz bugun Minecraftda lifehack deydimi, endi bir secret deydimi, o'shanaqa sirga o'xshagan bir narsalarni sinab ko'ramiz. Men kreativ rejimdaman va hozir Technoblade haqida o'sha sirma bir narsasi bor ekan. O'shani o'xshatishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, bitta pik olamiz. Yana bu yoqqa qo'yamiz. Xo'sh. Mana shunaqamidi. Technoblade never dies. O'xshaymikan? Yo'q. No, men xato qildim. Never dies. Shunaqa edi yoki bunda mana harflari nimamikan? Hammasi Technoblade'ga hammasi katta bo'lishi kerakmi? Technoblade never dies. Technoblade hech qachon o'lmaydi degan bo'ladimi? Bilan shuni. Qochma. No, yo men o'xshatolmadim, yo bir yana sinab ko'ramiz uni. Boshqa video bilan shorts video qilib chiqaraman. Mana shu siniyman. No, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. No, keyingi bir sir deydimi? Bu ham xuddi shu o'sha narsa bilanda, xolos hayvonga ism qo'yish bilan. No, bu o'xshaydi aniq. No, buni nima qilish uchun, sizlarga isbotlash uchun qo'yibman. Faqat hozir o'sha ismning nomi to'liq esimda yo'q. Jeep deyilardi shekilli. No, ancha oldin buni ko'rganman. Jeep shunaqa edi shekilli. Hopda taxminan sinab ko'rayinchi. Yo, bunaqa emas ekan. Ben o'zimniki. Qanday? Qanaqaligi esimda yo'q-da, do'stlar. Xo'sh. Qiyoslarmi deyey. Unchalik eslanmayapman. Boshqatdalar video qilib chiqaraman uni. O'sha mana shu sekretlar haqida to'liq qilib, hamma narsasini o'sha nima to'g'rilab. Hozir u nimalar uncha esimda qolmagan, o yozuvlari. Xo'sh. Endi keyingisi hop qani? Xo'sh, redstone kerak bizga. Richak. Bu kerak. Va xo'sh. Zinapoya bloklari stars bo'lishiga slabsdan olamiz ili starsmi degan blok bor. Hozir o'shanday. Bular qo'yib turaylik, bular bizga kerak emas. Agar maktab bo'lib turadigan bo'lsa, demak, makka qo'yiladi. Do'stlar, agar hozir o'sha YouTube'da ko'rgan bo'yicha bu bloklar bir-biriga birlashmas ekan. Mana bunaqa qilsak, birlashmaydi. Ya'ni mana bunaqa qilsak, shunaqa qilsak birlashmaydi. Hozir sinab ko'ramiz. Tak. Bo'ladi. Bu mana xo'sh.
Qanday qildim men hozir buni? Xullas. Bularni hop kesak, not yo'q. Do'stlar, dahshat ish bo'lar ekan. Do'stlar, mana buni qaranglar. Nima bu? Nima bu? Bu men juda qotib qoladi deb o'yladim, bunaqa emas. Keyingisi Johan degan qani Plagier plus Vindicatorga Johan deb ism qo'ysak, hamma qo'y har baloni yeb ketarmish. Buni sinab ko'ramiz. Faqat o'sha nimalarni o'sha Plagier narsalar yemaykan. O'zi Vindicatorlar mana do'stlar qaranglar. U hayvonlarga tashlangan yo'q. Agar mana bu name tagga Johan deb ism qo'yib unga bersak, u nima bo'larmish? Hayvonlarni ham o'ldirarmish yoki Jonnimi deydi. Hozir. Bor, urash. Urash Lattabek. Ya Johnny deb yozib ko'raylikchi. Jahonni deb yozamiz, undan keyin Johnny deb yozamiz. Jahonni. Tak. Yo'q. Johnnyni o'zini yozib ko'ramiz hozir. Men har narsalarni yozib tashlayapman do'stlar. Mana bitta ham o'xshagani yo'q. Johnny, Johan, John, Johan, Johanni yozib ko'raylikchi. Hech bolaga yopishgani yo'q. Johnning o'zini yozib ko'ramiz, agar o'xshamasa, bu ham o'xshamadi. Hayvonlar oldiga boraylik. Da, bu ham o'xshamadi. Boshqa video qo'yamiz. Boshqa video olaman. Hamma narsalar to'liq qilib, o'sha xatolarsiz hamma narsani ko'rib, boshqa tilla video olaman. Yana qanaqasi qoldi? Portal lifehack bordi, u nima? O'xshamasligi aniq. Hozir do'stlar, bitta narsa hozir sizlarga o'sha nima deydi? Xullas, shunaqa sinab ko'rsatib beraman. Qani meni o'xshaymikan? Bir, ikki, uch, to'rt. To'g'ri qilyapmanmi? Xatoga o'xshab ko'rinyapti. To'g'ri qilibman. Hozir qani? Udda. O'xshab qolishi mumkin. Yana bilmadim. O'xshasa o'xshadi. Ozgina kutamiz, xonim o'xshasa kerak. Do'stlar, qaranglar, o'xshadi. Yo'q, o'xshamadi. To'xtanglarchi. Bu o'xshamagan bu. Ming harakat qilsanglar ham o'xshamaydi. Bunga baryer qo'yish kerak.
boshki tomonini bir narsa qilib turib to'xtatib turib mana bu orqa tomonga baryer qo'yish kerak. O'xshamaydi. Keyin do'stlar, sal yosh kichkinaroq Minecraft'ni o'ynaydiganlar, nima Ender portalni qidirib, xullas men ham o'zim kichkinaligimda Minecraft o'ynaganimda Ender portalni yasashni bilmasdim, doim o'xshamasdi. O'shaning uchun kichik yoshdagilarga hozir o'sha to'g'ri yasashni o'rgataman. Hozir o'rgataman. Qani Ender portal, End frame. Ender jemchugmi nima? of Ender ko'zi degani. Do'stlar, mana sizlar xohlaganlaringcha qo'yib ketmaysizlar-da, mana bunaqa qilib. Kichik yoshlarda xatosi mana bunaqa xohlagancha qo'yib bir bag'dan bir monetdan unaqa bunaqa qilib qo'yadi. Bu vobshim xato mana. Mana do'stlar, xato ko'ryapsizmi? Buni to'g'ri qo'yishdi mana. Sal tekis rojaga boramiz. Mana bu ko'zga o'xshagan narsani ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana shu buna bo'lib turish kerak mana. Xullas, tashqariga ichkariga bo'lib turish kerak. Bu portal tashqarisiga va ichkarisiga bo'lib turish kerak. Mana bunaqa bo'lmasligi kerak. Agar biz hozir mana bu joydamda portal dumaloq xullas quradigan bo'lsak, mana bunaqa bo'lmasligi kerak. Короче, mana tushundilaring deb o'ylayman. Mana yaxshisi bu portalni menga o'xshab qursalaring, o'xshashligi aniq. Ko'rdingizmi do'stlar? Va yana bitta narsa hozir. Bu mana kirib ketdik. Xudoga shukr. Bir endga keldik hozir biz. Mana shu yerda o'zida portal ochsak nima bo'ladi? Do'stlar, unda uchmayapti. Do'stlar, portal ochiladimi, ochilmaymi? Ochilmasa ham kerak. Ochildi do'stlar. Kreativda osonlik bilan nimani dragonni o'ldirish life hack topdim do'stlar. Lekin bunga faqat kreativ kerak-da. Yana bitta hozir o'sha life hack bor. Nima qani endi? Qo'ziqorin mana bu kerak. Xo'sh. Bizga keyin bond meli kerak. Mel chiqarib olamiz. Taxmin nechta blok ekan? 2 Bugün joyimizda 2 tadir. End blok o'sha end portali Minecraftda eng qattiq bedrockga o'xshagan bir blok, lekin hozir sindiramiz. Do'stlar, ko'rdingizmi? Bu men hech qanaqa cheat mod narsa ishlatganim yo'q, prosta bu Minecraft qoidasimi shunaqasimi, sekret deyilgan bir narsasi, короче. Tak, menimcha o'sha sekretlar ham tugadi shekilli, yo bormikan? Men sekret qo'yganmikan? Agar sekret bo'lsa, video davom etadi. Sekret tugagan bo'lsa, yo'q. Keyin do'stlar, hozir dragonni ikkita qilib ko'raylikmi? Portal qurib yotib kelmayapti. Hozir ikkita dragon qilamiz-da.
Qani o yulduzchi? End kristal. Xo'sh. U davom ekan. Yo, to'xtinglar do'stlar. Yo'q, o'xshamaydi. Dragon agar o'ladigan bo'lsa, keyin o'xshaydi. Dragonda agar o'ldirsalaring, yana dragon kerak bo'lsa, mana xullas men tartibimda 4 ta yulduzcha qo'yasizlar, shu bilan dragon yana paydo bo'ladi. Hozir dragonni 2 ta qilib qo'yamiz. Summon. Ender Dragon. Summon Ender Dragon. Qani, ana do'stlar. 2 ta dragon. Короче, video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar va kommentariyada yana qanaqa o'yinlar o'ynash xohlasizmi boshdan. Ikkinchi kadr. Do'stlar, shu bilan videomiz tamom. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va kommentda yana boshqa qanaqa o'yinlarni o'ynashimni yozib ketinglar.